Kechisi uxlamaslikning odam badaniga zodi qanday ziyni bor. Kechisi uxlamagandan keyin buni to'liqlab kunduzi uxlab to'liqlab olsak bo'lmamdi. Amaliyotda tuqqanlar bu kechilik uyqu kunduzlik uyqudan necha hassabak muhim. Hozir nurg'ulg'an qarindoshlarimiz mush kechisi xizmat qilish, kechisi tijorat qilish, yani nurg'un yosh ham o'tir yoshlarninki kechilik xizmati alayda bak ko'p kunduzi orom berib kechisi ishlaydi qala. Bularma qarindoshlarımızın arasında ichkiri o'lkalarda tijorat qiladiganlar odatda 90%dan ko'proqi kechasi tijorat qilib kunduzi uxlaydi. Shu sababdan badanida nurg'ulg'an kasalliklar kelib chiqib bularning. Ya ichkiri o'lkadagi doktorxonalarda muntazam davolanmay, Şinjan'a kelib tapqan bo'lsa Şinjan'dagi tibib doktorlarga xajlayotdi. Endi mushu kechasi uxlamaslikning odam badaniga ziyoda qanday aks ta'sirlarni ziyonli tarafini akatadi degan chaqda buningda birdan-bir eng og'ir ziyon ta'sirini jigar. Endi jigarning o'zi qon tozalash, may parchalash qatorliq nurg'ulg'an xususiyatlari bor. Amaliyotda ko'p qism qon tozalash bo'lib may parchalayotgan xizmatni jigar kechasi olib boradi. Biz uxlaganda olib bordik. Endi mushu kecha soat 1dan boshlab 3gacha bo'lgan bu jarayon ichida siz uxlash holiga o'tib qolmasanglar, jigar o'zining tozalash xususiyatini, bularni qondagi mayni eritish xususiyatini olib borolmaydi. Haftada yoki oyda 1-2 tunga uxloqsiz qoldi. Lekin mushunda kechasi tijorat qiladigan qarindoshlar, kecha-kechalab xizmat qiladigan, kecha-kechalab mushu o'yin tomosha bilan shug'ullanadigan yosh va o'tir yoshli bolalar kechasi uxlamagan chog'da jigarninki badanni tozalash, mayni eritish xususiyati elib berilmaganligi sababidan jigar o'zi yengillanmay, jigar nihoyat muddatdan burun nihoyat tez qarib ketadi. Jigar iqtidor ojizlashgandan keyin nima ahvol kelib chiqadi degan chog'da, mingidagi bularni kechasi uxlamagan chog'da mingidagi untuqoqlik, haqiqiy uyqusizlik, oson chechilayotgan, achchiq yomon botgan, ichi tutiladigan gumonxo'rlik ahvollarini keltirib qo'ydi. Bu yuqoridagidek mushundaq psixika to'solg'ulik ahvollar ko'rganliklarim yurakka tushgan besim eshib ketib, yuragi to'liq og'riyotgan, sanjilayotgan, siqilayotgan, oziq harakat qilib bo'lguncha holsizlanib, nafas qistab, dimi tutayotgan ahvolni keltirib qo'ydi. Shu sababdan umum badaniga borgan qon quvvat to'liq yetishmagandan keyin bemor qachon qolasanglar kech uxlamayotgan odam holsiz, mag'dursiz, jonsiz ko'rinadi. Shu sababdan böğrek, ma'z bezi, ayollardagi balyotqu tuxumdan borgan qon quvvatni to'liq yetishmagandan keyin belning ostida jon yo'q, qachon qolsa mag'dursiz, holsiz bo'lib qoladi. Shunga kechasi xizmat qiladigan yoki kecha-kechalab o'ynash yaxshi ko'rgan yosh o'tir yoshli qarindoshlar amal va kechasi uxlashga kafolatlik qiling. Agar kechadagi tijorat qilib kunduzgi orom olgan qarindoshlarimiz eng yaxshisi xizmat taqsimotinglarni yaxshi o'rlashtiringlar. Bo'lmasa yuqoridagiga o'xshash sizlarning jigaringizda masala chiqsa, yurak, miya, böğrek qatorliq rais a'zolarimizning hammasi masala chiqilsa, keyin topgan pullaringlarni biz doktor tiyiblarga yetmaydi. Yoki o'zingizning hayotiga andaq og'ir chaqchaqlarni qilmang.